Bu torda g'ulg'ul qo'zg'agan bir masala. Barliq hayotliklar o'lib ketadigan tursa, undaqda hayotlikning ma'nosi nima? Ko'rish qitim soni 10 million, 100 mingga yaqin inkaslardan bu inkas meni hayron qoldirdi. Hech qanday ahamiyati yo'q, faqat yashash uchun. Xuddi hamma odam dunyodan bezor bo'lgandek his qildim. Undaqda kishilik hayotning ma'nosi zot nima? Bu bir kishilik hayot musofangizni o'zgartiradigan video. Cho'qim oxirgacha ko'ring. Biz beshimizni ko'tarib yo'ltuzliq osmonga qaraganimizda ixtiyorsiz holda kishilik hayotning ahamiyati zodi nima deb o'ylab qolamiz. Qisqagina 100 yil ichida bizning umrimiz faqat bu dunyodagi aldirish yo'lochi bo'lib o'tadi ekan. Biz qarmoqqa baxtga intilish yo'lida turganda qilamiz, lekin amaliyotda bugungi kunda biz baxtdan borgan sijroqlab ketdik. Yo'lda hamma odamning qo'shimiz turilib, aldirab tinab yurganingizda bizning baxtga bo'lgan dastlabki maqsadimizga xiloflik qilib, orqadilla texmi azobli yo'lga manganligimizni bayqaysiz. G'oyat zo'r turmush besimi bizni demini elib olish fursatiga ega qila olmadi. Tegi taktidan aytganda hammasi bir xat pul. İnsaniyat madaniyati necha ming yillik taraqqiyotni boshdan kechirdi. Pulning oylanishi jamiyatning yuqori sur'atda taraqqiy qilishini ilgari surdi. Hatto hozirgi pul qarshi o'zgarib, yashash pul tepish uchun deyilib qoldi. Bu intayin ichinishli bir ish. Amaliyotda madaniyat taraqqiyoti texmi ko'p manfaatga erishish uchun emas, balki o'z erishmoqchi bo'lgan usul bo'yicha oxirgi umrni o'tkazish. Lekin bugungi kunda bu to'limi mushkul. Entropiyaning ko'payish qonuniga asoslanganda har bir odamning to'piga aylanadigan vaqti tug'ilishdan boshlab butilib bo'lgan bo'ladi. Shundaq bo'lsa-mu, yana nurg'un vaqt va zehn sarf qiladi. Hatto o'z badanini qurbon qilishdan bosh tortmay, shu tangsiz kishilik hayotga erishidi. Qisqagina 100 yil faqat ko'zini yumib ochqicha, tug'ilgandan tortib o'qish, xizmat qilishgacha, to'y qilish, oila qurishdan tortib avlodlarni tarbiyalashgacha, eng oxirida kulib qo'yib, go'zal manzara ichida ketib qolamiz. Tafsiliy o'ylab beqing. Bizning hayotimiz yana nimaga erishgan? To'g'ri, boylik o'mi bir xil kishilik hayot. Lekin qo'rsqi to'q, kiyimi butun bo'lmasa, unimi kishilik hayot emas deb kim aytoladi? Ko'p qism kishilar bir umr iqtidorsiz o'tadi, lekin bu haqiqatan qobiliyatsizlikdan derak bermaydi. Az bir qism kishilar bir umr boy-boyashat bo'lsa-mu, lekin bumi baxtga vakillik qila olmaydi. İbtidoiy davrda kuch-quvvat baxtga vakillik qiladi. Xatarlik urush davrida hayotlikmi baxtga vakillik qiladi. Ko'p sondagi aholi ichidagi baxt har qaysi davr orqa ko'rinishida aks etgan ijtimoiy hodisdan iborat xolos. Ularning qalbidan nimaning baxt ekanligini aslo bilgil bo'lmaydi. Haqiqiy baxt bir xil chin ko'ngildan kelgan parvozsizlik, boshqalarning ta'siriga uchirmaslik, o'rib odat nazar bilan qaramaslik, o'zi haqiqiy orzu qilgan ishni ko'ngil qo'yib qilish. Har bir odam texim yaxshi turmush kechirishni o'ylash. Bu biz insonlarning tug'ma qobiliyati. Biroq barg'ansir qarg'ulacha baslashish, o'zining salomatligini xalagancha buzib tashlash baxtli turmushning dastlabki maqsadiga xilof. Biz doim o'zimiz ilgari ega bo'lib baxmagan narsalarga intilamiz, lekin ehtiyotsizlikdan hozirgi eng qimmatli daqiqalarga sal qaraymiz. 100 million yillardan keyin insoniyat madaniyatiga tava barliq izlar supurib tashlanadi. Mayli siz ilgari qanchalik shonliq natijalarni yaratgan bo'ling, mayli siz xo'jayin yoki tilamchi bo'ling, biz mangulik yo'qolib ketamiz. Xuddi azaldan olamda paydo bo'lib baxmagandek. Koinotning cho'ng doirasi ostida inchiklik bilan o'ylab baqsaq, biz insonlar to'g'risidagi barliq narsalarning amaliyotda tilga olg'uchiligi yo'q. Bizning mavjud bo'lib turishimiz va yo'qolishimizning koinotga nisbatan ozroqmi ta'siri yo'q. Esingizda bo'lsinki, siz o'limga haqiqiy yaqinlashganda ondan shuni tushunasiz. Ma'naviy jihatdagi boyashatlik moddiy jihatdagi dövlnishdan texmi qimmatlik. Bizning subyektiv engimizdagi boylikning amaliyotda hech qanday ahamiyati va qiymati yo'q. Siz bu dunyodan ketadigan chaqda u moddiy va pul amaliyotda ozroq muhim emas. Sizning birdan-bir elib ketalaydiganingiz sizning ruhingiz va aqidangiz, mangu o'chmaydigan ong va ruh.